دعوتك. السلام عليكم. الحمد لله على سلامتك. السلام الله عليكم. تفضل يا عمو. شطورة. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. G'azoda urush tugadi yoki G'azoda soxta otash kesim e'lon qilindi. Ammo azob-uqubatlar tugamadi. G'azodagi 1,5 milliondan ortiq qochqinlikdagi musulmonlar boshidan kechirayotgan azob-uqubatlar va og'riqlari har kuni, har soatda, har daqiqada yangilanmoqda. Va hanuz saxovatli qo'llar xayriya tashkiloti orqali O'zbekiston va O'rta Osiyo davlatlaridagi birodarlarimiz G'azo ahliga yordam berishda eng munosib va eng qodir ekanini mollari bilan va qo'llaridan kelgan barcha yordamlar bilan yana bir bor isbotlamoqda. Hanuz bizning O'zbek va O'rta Osiyodagi birodarlarimiz urush boshlangan kundan to bugungi kungacha va G'azo yana avvalgiday, balki undan ham go'zal bo'lib qaytguniga qadar qo'llaridan kelganicha saxovat qilmoqdalar, yordam ko'rsatmoqdalar. Alloh ularni yaxshiliklar bilan mukofotlasin. Sizlarning G'azodagi birodarlaringiz, ahillaringiz sizlarga hanuz muhtojdir. G'azo bilan yo'lingizni davom ettiring va uning ahlini yolg'iz qoldirmang. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. أسمى صفاتك أن تكون كريما وتكون برا بالعباد رحيما تسعى بك الدنيا وأنت تقودها للحق تسعد قلبها المهموما أسمى صفاتك أن ترى الدنيا بلا غبش وأن يبقى الفؤاد سليما.